Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men energetika va atrof muhit muhandisligi kafedrasi stajyor o'qituvchisi Bobonov Doston bo'laman. Bugun biz sizlar bilan issiqlik texnikasi fanidan ideal gaz aralashmasi mavzusida ma'ruza mashg'ulotlarini olib boramiz. Ma'ruza mashg'ulotlari quyidagi rejalar asosida amalga oshiramiz. Ideal gaz va gaz aralashmasi tushunchasi, Dalton qonuni, massaviy ulush, hajmiy ulush va mol ulush, gaz aralashmalarining parametrlarini aniqlash. Ideal gaz molekullari hajmsiz deb qaraladigan, o'zaro tortishish va itarilish kuchlari hisobga olinmaydigan, faqat elastik to'qnashuvlar orqali harakat qiladigan gaz modelidir. Ideal gaz nazariy soddalashtirilgan. Misol qilib, geliy gazini olsak bo'ladi. Real gaz molekulalari hajmga ega bo'lgan, o'zaro tortishish va itarilish kuchlari mavjud bo'lgan ideal gaz qonunlaridan ma'lum sharoitlarda chetlanadigan gazlardir. Real gaz haqiqiy hayotdagi gaz. O'zaro reaksiyaga kirishmaydigan gazlarning mexanik yig'indisiga gaz aralashmasi deyiladi. Har bir gaz o'z xossalarini saqlagan holda mustaqil harakat qiladi. Misol, atmosfera havosi. Atmosfera havosining 78,8% azot, 20,95% kislorod, 0,93% argon, 0,4% karbonat angidrid, 0,02% boshqa gazlar egallaydi. Dalton qonuni. Ideal gaz aralashmasi Dalton qonuniga bo'ysunadi. Gaz aralashmasining umumiy bosimi uning komponentlarining parsial bosimlari yig'indisiga teng. Ya'ni P aralashmaning bosimi P1 birinchi komponentning bosimi, P2 ikkinchi komponentning bosimi, P3 uchinchi komponentning, Pn n'inchi komponentning bosimi. Har bir gaz o'zicha bosim hosil qiladi. Ularning hammasi qo'shilib umumiy bosimni beradi. Bilamizki, matematikadan bizga ma'lum ulushlar tushunchasi mavjud. Ya'ni butunning teng bo'laklari ulushlar hisoblanadi. Ideal gaz aralashmasida ham 3 ta ulush mavjud. Massaviy ulush, molyar ulush, hajmiy ulush. Massaviy ulush komponentning aralashmadagi massa bo'yicha ulushi. Massaviy ulush J harfi bilan belgilanadi. Birinchi komponentning massaviy ulushini topish uchun birinchi komponentning massasining aralashmaning massasiga bo'lishimiz kerak. Ikkinchi komponentning massaviy ulushini topish uchun ikkinchi komponentning massasini aralashmaning massasiga bo'lamiz. Bilamizki, ulushlar yig'indisi har doim birga teng bo'ladi. Hajmiy ulush. Hajmiy ulush aralashma tarkibidagi komponent hajmini aralashma hajmiga nisbati. R1 teng V1 taqsim V. R2 V2 taqsim V. R3 V3 taqsim V. Rn Vn taqsim V. Bu yerda R1, R2, R3, Rnlar mos ravishda komponentlarning hajmiy ulushlari, V1, V2, V3, Vnlar aralashma komponentlarining hajmi, V aralashmaning umumiy hajmi. Mol ulush. Aralashma tarkibidagi komponent modda miqdorini umumiy aralashma modda miqdoriga nisbati. Eslatma, mol ulush har doim hajmiy ulushga teng bo'ladi. Birinchi komponentning molyar ulushini topish uchun
birinchi komponent molyar massasining umumiy aralashma molyar massasiga bo'lamiz va hokazo. Aralashmada n ta komponent bo'ladigan bo'lsa, n'inchi komponentning mol ulushini topish uchun n'inchi komponentning molyar massasini aralashmaning molyar massasiga bo'lamiz. Bu yerda R1, R2, R3, Rnlar mos ravishda komponentlarning mol ulushlari mu1, mu2, mu3, munlar aralashma komponentlarining modda miqdori, mur aralashmaning umumiy modda miqdori. Massaviy va hajmiy ulush orasidagi bog'lanish quyidagicha. Agar massaviy ulush berilib, hajmiy ulush so'raladigan bo'lsa, aralashma tarkibidagi komponentning, ya'ni i'inchi tartibdagi komponentning massaviy ulushi berilib, hajmiy ulushi so'raladigan bo'lsa, quyidagi formuladan foydalanadi. Ya'ni i'inchi tartibdagi komponentning massaviy ulushini i'inchi tartibdagi komponentning molyar massasiga bo'lamiz. Mahrajda esa summa i dan n gacha ji taqsim mu i, ya'ni o'sha barcha komponentlarni massaviy ulushlarini molyar massasiga nisbatini yig'indisini olamiz bu yerda. Yoki hajmiy ulush berilgan, bizda massaviy ulush so'raladigan bo'lsa, mana shu formuladan topiladi. I'inchi tartibdagi massaviy ulushni topish uchun o'sha i'inchi tartibdagi hajmiy ulushni o'sha molyar massasiga ko'paytiramiz. Mahrajda esa barcha komponentlarning hajmiy ulushlarini molyar massalarga ko'paytmasini yig'indisini olamiz. Aralashmaning zichligi quyidagicha topiladi. M aralashma teng summa i dan n gacha Ri ko'paytiramiz ro i. Bu yerda nima deyilyapti? Barcha komponentlarning hajmiy ulushlari va zichliklari mos ravishda ko'paytirilib, yig'indisi olinadi deyilmoqda. Aralashmaning molyar massasi quyidagicha aniqlanadi. Mu aralashma teng summa i dan n gacha R aralashma Ri ko'paytiramiz mu i. Ya'ni barcha komponentlarning hajmiy ulushlarini, barcha komponentlarni o'zaro mos ravishda molyar ulushlari ko'paytmasining yig'indisi olinadi. Aralashmaning gaz doimiysi esa quyidagi formula orqali topiladi. R aralashma teng summa i dan n gacha ji ko'paytiramiz Ri. Ya'ni aralashma komponentlarning massaviy ulushlarini aralashma komponentlarini gaz doimiysiga ko'paytirib, barchasining yig'indisi olinadi.